Agarda siz sumka biznesini boshlamoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Men sizlarga o'zim zakaz qilgan sumkalar misolida misol keltirib beraman. Masalan, mana shu sumka Xitoyda menga kargolari bilan 90 mingga aylangan. Sifatini videoda ko'rib turibsizlar. Trendga aylangan mana shu sumka esa menga kargolari bilan 80 mingga aylangan. Bunisi esa menga kargolari bilan 85 mingga aylangan. Endi tasavvur qilinglar. Har bitta sumkadan ustiga kamida 80 mingdan foyda qo'ysangiz ham, ya'ni hech bo'lmasa 170-180 mingdan sotsangiz ham, bir oyda siz hech bo'lmaganda 80-100 ta sotadigan bo'lsangiz, anchagina foydaga kirasiz. Bu uchun siz qanaqadir do'kon, birdaniga katta partiyada tovar olib kelishingiz shart emas. O'zingiz uchun hech bo'lmasa bitta sumka zakaz qilasiz. Buni ustunliklarini, sifatini, chiroyliligini videolarda, reelslarda joylaysiz, Instagram akkaunt ochib va siz zakazga ishlab, hech bo'lmasa bir oyda boshlanishiga 50 ta zakaz olishingiz mumkin. Bu degani siz uyda o'tirgan holatda yaxshigina onlayn biznesingizni yo'lga qo'yishingiz mumkin. Agar sizga ham chet davlatlardan o'zini narxida zakaz qilish qiziq bo'lsa, unda sizni Zakaz Pro darsligimga taklif qilaman. Zakaz Pro darsligida siz 7 ta davlatdan o'zini narxida zakaz qilishni o'rganasiz. Darslik bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, profilim shapkasidagi mana shu silkaga bosasiz, sizni Telegram kanalimga o'tkazib beradi. Mana shu Telegram kanalda tepasida zakripit qilib qo'yilgan SMS ustiga bosasiz. Bu yerda zakaz qilish kursi bo'yicha barcha ma'lumotlarni berganmiz. Narxlari bo'yicha sizga ma'qul kelgan bo'lsa yoki qo'shimcha savolingiz bo'lsa, Telegramda shu lichkaga murojaat qilasiz.